Daftarun daftar, dafatiru daftarlar. Ikkita daftar demoqchi bo'lsanglar, daftarani deysizlar. Ichidagi qog'ozni varaq deyiladi. Arab tilidan olingan, o'zbek tilida ham varaq deyiladi, arab tilida ham varaq deyiladi. Ko'pligi avraqun, ya'ni varaqlarning ko'pligi avraqun bo'ladi. Qog'ozlar avraqun degan. Xo'p. Mibrotun qalamdon. Mibrotani qalamdonlar. Kitabun kitob. Kitabun kitob. Kutubun kitoblar. Ko'pligi. Ikkita kitob demoqchi bo'lsak, kitabani deb ataymiz. Mihbaratun siyohdon, mahabiru siyohdonlar. Sabburatun doska, sabburatun doskalar. Qalamun qalam, qalamun qalam, aqlamun qalamlar. Ma nima, ayna qayerda. Hada bu, hadihi qiz bolaga bu. Ko'pligi bir xil. Haulai qiz bolaga ham bular. Haulai o'g'il bolaga ham bular. Akhadha oldi, olmoq fe'lidan, ya'ni oldi. Ya'khudhu oladi, olyapti. Khudh ol, akhdhun olmoq yoki olish. Maskatun peroli ruchka, maskatun peroli ruchkalar. Qalamul hibri sharkli ruchka. Hati ber keltir yoki ber yoki keltir. Huwa u, hiya qiz bolaga u. Musakun eshikni ushlagicha, ya'ni eshigi o'sha eshik ushlagich. Ushlaydigan joy bor-ku, o'sha. Nashafatul hibr siyoh shindirgich, ya'ni bosma, siyoh o'sha quritadi. Kibritun gugurt, kabairu gugurtlar. Qalamur rasos oddiy qog'ozhin qalam. Lawhun lavha yoki taxtacha. Alwahun taxtachalar, lavhalar.